Siz videoda ko'rgan odamlar bir necha kundan keyin vafot etishadi, sababi ular quturish kasalligiga chalingan. Dunyo bo'yicha har yili 10 mingdan oshiq odamlar quturish kasalligidan vafot etishadi. Quturish kasalligiga chalingan hayvon sizni bir marta tishlashi yoki sizning yarangizni bir marta yalashi sizning quturish kasalligiga chalinishingizga olib keladi. Agarda insonda quturish kasalligining alomatlari paydo bo'ladigan bo'lsa, bunda tibbiyot ojiz, hech qanday dori va vaksina yordam bermaydi. Quturish virusi hayvon tishlagan joydan asab tolalari orqali insonning miyasiga qarab yo'l oladi. Virus inson miyasiga qarab haftalab, ba'zida esa oylab harakat qilishi mumkin. Insonning miyasiga yetib borgandan keyin esa dahshatli qiynoqlar boshlanadi. Virus insonning miyasiga yetib borgandan keyin inson suv icha olmaydi. Unda suvdan qo'rqish, ya'ni gidrofobiya paydo bo'ladi. Bundan tashqari shamoldan va yorug'likdan qo'rqish va azobli titrashlar boshlanadi. Kasallikning oxiri esa deyarli bir xil. Nafas olish mushaklari falajlanib qoladi. Odam hushida qoladi, lekin asta-sekinlik bilan nafas olishdan to'xtashni boshlaydi. Bu holat bir necha soat davom etishi mumkin. Eng dahshatlisi, insoniyat tarixida quturish kasalligidan faqatgina sanoqli odamlar omon qolishgan, qolganlari esa vafot etishgan. Biroq tirik qolish yo'li ham bor. Agarda sizni quturgan hayvon tishlaydigan bo'lsa, o'sha tishlaydigan joyini darhol yuvib shifokorga murojaat qilish lozim. Faqatgina darhol quturishga qarshi qilingan emlanish inson hayotini saqlab qolishi mumkin. Ko'pgina insonlar ularni hayvon tishlagandan keyin haftalab, ba'zan esa oylab shifokorlarga murojaat qilishmaydi. Faqatgina og'ir alomatlar paydo bo'lgandan keyin, ya'ni gidrofobiya, suvdan qo'rqish alomatlari paydo bo'lgandan keyin murojaat qilishadi, ammo unda kech bo'ladi. Quturish kasalligi insoniyat uchun eng xavfli dushmandir, chunki u xatolarni aslo kechirmaydi. Kasal bo'lgan va sog'lomligi shubha bo'lgan har qanday hayvondan o'zingizni asrang. Har qanday hayvon sizni tishlaydigan bo'lsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qilishni esdan chiqarmang. O'zingizni ehtiyot qiling, biz xavfsizlik haqida gapiramiz. Kanalimga obuna bo'ling.